Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana xudo xolasa yana bitta xonadonimizga bash qora kapalak fasondagi uvologimizni o'rnatdik. Razmerlari 4.35 ga 220 bo'ldi. 220 bo'lganining sababi mana burchagini 4 burchakka bering dedi. Burchak ochiq qolmasin dedi. Shuning uchun burchagini ochilmaydigan qilib xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib berdik. Komplektida 4 ta yostig'i, bolishi, jurnalniy stoli, 3 ta taburetkasi bor. Bonusiga mana shu to'shachasini qo'shib berdik. Mana aptelib o'rnatib bo'ldik, xudo xolasa. Bunimiz ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Birga qarash ham terak yog'och aralashmagan umuman. O'zimiz yaqinimizga qilib berdik, xudo xolasa akamizga. Kimga shunaqa xudo xolasa mebellar kerak bo'lsa, aloqachi ko'rasizlar. Mana chekalarni yopishib tushsin dedi, devoriga yopishtirib o'rnatib berdik. Xonani dizayniga ham xudo xolasa chiroyli tushdi. 6 oylik jurnalniy stol ham bemalol videolarda ham qo'yib ko'rsatganmiz, ustilariga ham chiqib ko'rsatganman. Xudo xolasa baquvvatidan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Nur mebelga murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib. Vodiy ichi bo'lsa, dastavkasi bepul. Komplekt narxi shu turishi burchak 4 burchak bo'ldi. Komplekt holati 5.800.000 so'mdan. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz.